Mazlumlarning nidasi. Armanlarının sadası. Hürlük şeydalarının, vatan sevdalarının dava meydanı. Hürlük yolda izlengüçlerinin meknet bilgisi. Uygur Nidası Tor Radyosu. Uygur Nidası Tor Radyosu. Assalamu alaykum hürmetlik anlıqçılar. Anlavatqınızlar Uygur Nidası Tor Radyosu. Mustamliki zulümüde emravatkan halkımızın ahuzarını dünyaya anlatış. Vatan içi sırtındaki halkımız təqdirge münasibetlik mühim haber, uçurlar ve mulahizlerden kişilerini haberdar kılış. Dinli bilimler, tarihimiz, esil edebi miraslarımız arkalık evlatlarda sağlam itiqad, gurur ve ana til söygüsü yetildiriş nişanı bilen Vatan davasida tegishlik majburiyatini ado qilishni maqsad qilgan Uyg'ur Nidasi Tor radio televiziyasi dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarga oliy ehtirom va salomlarini yo'llaydi. Yuriki vatan deb so'qqan vijdon egalarining moddiy va ma'naviy qo'llashi bizning mavjudligimizning kafolatidir. Assalamu alaykum hürmetlik ana til ve el suyer qarindishim. Avlodlaringizga suyumlik payg'ambarimizni tonutishni, esil an'analarimizni o'rgatishni xohlamsiz? Undaq bo'lsa, sizga bir xo'sh xabarimiz bor. Tunji Uyg'urcha suratlik Siyrat o'smirlar jurnali nashr hayotiga boshladi. Jurnalimiz Payg'ambar alayhissalomning hayoti, ish faoliyatlari, hikoyalar, she'riyat gulzori, sayohat xotirasi, qiziqarli kartonlar, sahobalar hayotidan unchilar qatorliq rangdor sahifalar orqali o'smirlarimizning diqqatini jalb qilgusi. Siyrat o'smirlar jurnali fasllik bo'lib, har 3 oyda bir qatim siz bilan yuz ko'rishidir. Her son 60 bet etrafında Siyret Ösmirler jurnalının davamlı neşir kılınışı ve terakkiyatı sizin jurnalımızga müşteri bulup yakından kollab kuvvetlişinizge bağlı. Dünyanın her qaysı joylarida bu jurnal kirmegen bir mi Uygur ailesi kalmaslığı üçün Siyret Ösmirler jurnaliga müşteri bulun. Müşteri tepin ve tavsiye kılın. Tamçı tamça köl bulur, kollasanlar terakki kılır. Tirişçallık bizden, muvaffakiyet Allah'tandır. Kamali ihtiram bilen Siyret Ösmirler jurnali. Telefon numara 0090 553 070 73 50. Ana til darsligiga xaridor chaqirish boshlandi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Ana til tashabbuschisi Abduvali Oyib efendi tarafidan tuzilgan Ana til darsligi nashrdan chiqish oldida turmoqda. Bu kitobdagi asarlarni avtor o'zi yozgan va Uyg'ur bolalar adabiyoti javharlari asosida ratlab chiqqan bo'lib, bolalarning yeshi, mijozi va qiziqishiga mos holda tuzilgan. Savodi yangi chiqqan, chali chiqqan va yoziqchilik saviyasi to'liqlashga muhtoj o'quvchilarga mos keladi. Kitob oddiy tildagi she'r, qo'shiq, hikoya, cho'chaklar bilan boshlanib tadrijiy beyib mavdu va bolalarni tabiiy ona til dunyosiga boshlab kirdi. Kitobda har darsdan keyingi ko'nikmalar va oylik sinoq savollardan tashkil topgan bo'lib, bolalar oilada o'rganib ketadi. Agar muhojiratdagi ona til kurslariga darslik qilinsa, unumi texmi yaxshi bo'ladi. Hamda oilada urf-odat, qoida-usul va madaniyat darsligi bo'lishga tamoman mos keladi. Bu kitobni keng doirada tarqalishi va
har bir Uyg'ur oilasida bo'lishiga kapolatlik qilish uchun kitobning mazmuni, sifatiga alohida ahamiyat berish bilan birga Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan davlatlarda vakolatan sotuvchilar belgilandi. Turkiyaning Istanbul shahrida Safaköy va Zaytunburnu rayoniga setish nuqtasi ta'sis qilinadi. Kitoblarning to'p tarqilishiga mas'ul xodim Nabijan Ala. Aloqa telefoni va WhatsApp nomeri 0090 535 84 86 039. İlxat adresi Artuç Buğra 2015@gmail.com. Bu haftalik muloyizalar sayfimizda Alama Muhammad Iqbalning Sharq Turkistonga bo'lgan qarashi va Pokiston siyosatchilarining xiyonati nomli maqolaning davomini olamiz. Maqola avtori Mirkamil Qashqarli. Növbətdəki Pakistan siyasiyonlarının yalğız Şərq Türkistanlıqlarına emas, bəlkə öz dövlətinin qurğucu dahiləri və fikir atılarına qandaqlarca xiyonət qılıbatqanlığını tuluq görüb çıxışımız üçün qənəmsə aldı bilən Pakistanның fikir atısı, ataqlıq İslam mütəfəkkürü və şairi Alama Muhammad Iqbalның qısqaça tərcümalığına qarab çıxaylı. Muhammad Iqbalның hayatı və fikirləri. Profesör Doktor Alama Muhammad Iqbal Avropa və G'arb dünyasında Şərq şairi və Şərq mütəfəkkürü deb tanınıldı. İslam dünyasında bolsa Qur'on şairi, İslam mütəfəkkürü, Pakistanның mənavi qurğuchisi, yaqinqi davr İslam uyg'onishining eng avangard bayroqdori degan sifatlar bilan tilga ilinadi. Hatta G'arb dünyasından tatib Pakistan, Misr qatorliq islom ellarining ba'zi atoqli universitetlarida Alama Iqbalning fikr qarashlarini tadqiq qiladigan doktorlik va magistrlik bo'limlari ta'sis qilinganligi hamda nurg'un kishilarning mushu soha bo'yicha doktorlik va magistrlik unvonlariga erishganligi ma'lum. Pokistondami uning nomida ochilgan universitet va kutubxonalar nurg'un. Ammo vatanimizda bo'lsa, biz uni faqatla Pokiston shoiri deb bilamiz. Buning sababini Alama Muhammad Iqbalning asarlarining texicha Uyg'urcha tarjima qilinmaganligi, uning fikrlari va islom uyg'onish harakatiga qo'shgan to'kpilari bilan Uyg'ur o'qirmanlarining tunishmaganligi deb ko'rsatsak bo'ladi. Men kichik vaqtimda Qashqarda jahondagi mashhur shaxslar degan bir kitobda Alama Iqbalning 3-4 betlik qisqacha tarjimalini o'qiganim yodimda. Muhammad Iqbal 1873-yili Hindistonga qarashli hozirgi Pokistonga qaraydigan Panjab o'lkasining Sialkot shahrida dunyoga kelgan. Kichigidila dadasining Qur'onni yaxshi tushunay desang, xuddi sana nozil qilinayotgan kayfiyatda o'qi degan nasihatining ta'sirida ajoyib ishtiyoq bilan Qur'on yod olgan. Ondan o'qituvchilarining yo'l ko'rsatishi bilan islom adabiyotini berilib o'qigan. U oliy ma'rifni tamomlagandan keyin Sharq tillari fakultetida o'qituvchilikka tayinlangan. Ma'lum mezgildan keyin o'qituvchilikni tashlab Angliyaga berib 1905-yili Cambridge universitetida falsafa va iqtisodiy bo'limini muvaffaqiyatli tamomlagan. Muhammad Iqbalning asarlari va fikrlari. Iqbal aslida Lahordagi cheg'idla she'r yozishni boshlagan bo'lib, Angliyadami she'r ijodiyatini davomlashtirib hammaga tunilgan va Londonda ma'lum mezgilgacha arab tili va adabiyoti fakultetida o'qituvchilik qilgan. Bu jarayonda yana ko'p qatam islomiy konferanslarni chaqirib, ilmiy leksiyalarni so'zlagan. Londonda turish jarayonida yana bir tarafdan qonun fakultetini bitirib, so'diyalik unvoniga erishgan. Ondan Myunik universitetida falsafada doktorlik o'qish uchun Germaniyaga o'tgan. Uning islom falsafasiga bir hassa nomli tadqiqot xarakterlik asari dal shu mezgilda nashr qilingan. Bu uning falsafa sohasida yozgan tunji asari bo'lib, toki shu soha bo'yicha ikkinchi asri nashr qilinganga qadar sharqshunoslikdagi muhim ahamiyatini yo'qotmay saqlab kelgan.
Uning 1908 yili Hindistonga qaytgan vaqti dal Istanbulda ikkinchi mashrutiyat e'lon qilinib, xalifalik og'dirilish oldida turgan va butun islom dunyosi qattiq tengirqash va umidsizlik ichida qolgan davrlarga to'g'ri kelgan bo'lg'achqa, uning asosli fikri islom ummatini bu bo'hrondan qanday qutqizishdan iborat bo'lgan. İslam dünyasının kelgüsüge nisbeten oylaganları ve özüge xas fikirleri bolğaşqa siyasetni emgek qilish, g'urur ve şan-şerefge davet qilish deb ta'riflab, aktiv siyasi faaliyetler bilen şoğullangan. O Hindistonga kelibla adabiy xizmatlarini boshlagan bo'lib, uning Hindistondagi musulmon mujohidlarga atab yozgan she'rlari musulmonlarning Angliya mustamlikasiga qarshi qo'zg'alishida va oxirida Pokiston Islom Jumhuriyatining qurilishida eng muhim ideologiyalik rol o'ynagan. Javidnoma, ya'ni Mangunoma, Payami Mashriq, Sharqning qo'zg'alishi, Zaburi Ajam, Ajam Zaburi, İslamda dini tefekkürünün qaytadan şekillenishi, Əsrai Xudi, özlükning siri, qatarlıq əsərləri bilan bir tarafdan yangi bir inson obrazının maddi ve ma'naviy qurilishini shakllantirishga tirishgan bo'lsa, yana bir tarafdan yangi ve sagak bir xalq to'pi, ya'ni ijtimoiy jamiyatni shakllantirish uchun zo'r tirishchanliklarni ko'rsatgan. Onun İslamda tefekkürünün qaytadan şekillenishi nomli əsri bütün ilmi ve felsefi tecrübelerinin semerisi bolgan acayip nadir eserler hesaplandı. Bu eserlerde Müslümanlarının şekilvazlıqıga ve hakiki İslam ruhidan uzaklaşıp ketiyotganligiga feryat qilib, imani bearam, namazda iştiyoq yok, taşla undaq imanni, taşla undaq namazni degan sadolarni yo'rtish orqali xuddi Abduhga o'xshash bir inqilobni istaydiganligini o'ttirg'i qo'ygan. Musulmonlarning vatan, millat, islom va ummatning nima dardda ekanligi bilan kori yo'q. Namoz va imonning tashqi shakliga isilib olib, ishki ro'yidan mahrum qilayotganligiga qarshi cho'qon yanglatgan. Jamshidning qadami hozirmi qo'llarda parlayotdi. Aylandı əmdi şişi uyunug'ila hakimiyet. Bunda qaldı ki bir İslam diyarı üçün en mühim iş islahatdır, islahat. Degan misraları arqılıq özünü cemiyetni islah qilishga atığanlıqını. Çünkü xalqning İslam ingini islah qilmay, ularni İslamning haqiqiy ruhiga pürkep, nefsaniyatchilikdan qutqizmay turib, har zabunluq arasından nijotlik yo'li topqili bo'lmaydiganligini o'ttirg'i qo'ygan. Ataqlıq cemiyetshunos doktor Ali Shariati Muhammed Iqbalga baho berib mundaq deb yozgan. Ahli ve felsefi fikirleri uni şeriatning go'zalliklari ve o'zgacha aloyidliklaridan mahrum qilmadi. Shuningdek, şeriatning yuzakiligi uni cho'nqur felsefi tafakkurlardan ayirib qo'ymadi. Dini e'tiqodi uni konservativlikka so'rimaganga o'xshash, ochiq dunyo qarshimi uning imonini qalbidan yulib ololmadi. Siyosat uni yangi hadislar ramkasiga sulab qo'ya olmadi. İlim, irfan ruhini ve tuyg'ularini ko'k ko'targanida xalqning ta'tir peshonasining siyosatga yo'nalish belgilashidan iborat ta'tir qismatni bir minutmi nazardan saqit qilmadi. Qisqasi, u Mevlana Jaloliddin Rumiyga o'xshash tafakkur qiladigan, Nasir Qusrovoga o'xshash iman she'rlarini yozadigan, Sayyid Jamolga o'xshash musulmon xalqlarni ishg'oliyatdan qutqizish yo'lida tinimsiz urush qiladigan, Tagorga o'xshash madaniy uyg'unish harakatini mutlaq aqlga cho'qinib qilish fojiasidan qutqizish yo'lida kurash qiladigan bir zot edi. Yig'inchoqlab aytganda, imonliq bo'lish deganlik İbrahim alayhissalomga o'xshash qiyin xatar ichida bo'lishni ko'rsatadi degan mardona qarashlarini ilgari surgan Muhammad Iqbal hem maharipshunos, hem inqilobchi, hem shoir bo'lib 20-asrdagi eng ilg'or islom mutafakkirlarining birisi hisoblanadi. U 19-asrning oxiri va 20-asrning boshlarida Shimoliy Afrikadan, Misrdan, İran'dan ve Türkiye'den yükselgen İslam uyg'unish harekati iqimining eng avangard bayraktarlardan biri edi.
Uni eng o'kindirgan ish xalafilikning yiqilishi bilan irqbozlik mikroblarida zaharlangan islom dunyosining parcha-parcha bo'linib, bir-birlab tajovuzchilikka uchrayotganligi edi. Şoňa o öz şeýerlerinde bütün küçü bilen birlik ve qeyrindaşlygyny asliga keltiriş gerekligini ta'kidlash üçin dini qeyrindaşlykny köp tavsiye kılatdı. Onun qarışıca bundaq milletler üstü birlik ve qeyrindaşlykny berpa qilish faqat islom orqali mumkin edi. İslami qeyrindaşlyk asasidagi ijtimoiy jamiyatni barpo qilmay turib, islom dunyosining g'arb va sharq tajovuzchiligiga taqobil tura olishi mumkin emas edi. Uning Pokiston Islom Cumhuriyeti tasavvurimi bütün dünya musulmonlarini o'z atrofida bir gavdiga aylantıra oladigan va o'tmishdagi shon sharafiga sazovar qila oladigan ulgulik islom davlatidan birini qurishdan iborat edi. Şoňa Angliya işgaliyetiga qarshi kurashni e'tiqod bilan bir gavdalashtirib, Pokistonning ma'nosi nima? La ilaha illalloh Muhammadun Rasulullah degan shuar atrofiga Hindistondagi har qaysi millat musulmonlarini to'play olgan edi. Gerçi Alama Muhammad Iqbal Pokiston Islom Cumhuriyetining qurilishini o'z ko'zi bilan ko'rishga sazovar bo'lolmay, Pokiston qurilishidan 9 yil ilgari, ya'ni 1938 yili 21 aprelda dunyo bilan vidolashgan bo'lsa-mu, ammo Pokiston parlament binosining ustiga Pokistonning ma'nosi nima? La ilaha illalloh Muhammadun Rasulullah degan shuar yozilgan ve Pakistanning davlat asosiy qonuni Qur'on va hadisdir deb aniq belgilangan bir islom jumhuriyatining ma'naviy doisi ve ma'naviy qurg'uvchisi sifatida har doim hurmat bilan xotirlanib kelmoqda. Muhammad Iqbalning she'rlaridagi g'oyaviy shahar Qashqar. Əmdi onun Qashqar tilga ilingan dağlıq şe'riga kelsak, o she'rdimi bütün dünya musulmonlarining birlik ve qeyrindaşlyk ruhini faqat islom orqali barpo qilgani bo'lganligi, islomning qandaqdir faqatla axloqni isloh qilishni targ'ib qilmasdan, balki bütün insoniyat dunyosining ijtimoiy hayotida irqiy ve milliy nuqtai nazarlardan ustun, xolis odamiylik vijdon engini paydo qila oladigan bir tadrijiy inqilobni barpo qilishni nishon qildiganligi mazmun qilingan. Masalan, millat rishtisi ve intizomi sharqning nijotlik nuridir. Faqatla osiyoliklar bexabar bu haqiqatdan texicha. Bir bo'lsin musulmonlar haramni qo'g'dash uchun Nil sohilidan tortib toki Qashqar tuproqlargacha. Agar musulmonning irqiy kimligi dindan ustun kelsa, xuddi to'pi to'zongdek dunyodan to'ziydi mangugacha. Degan bu misralardami konservativ millatchilikning, ya'ni til, irq, rang ve coğrafiyaviy o'xshamasliklar ustiga qurilgan tor millatchilikning musulmonlarni parchalab yo'qotish uchun g'arbning o'tirg'i tashlagan eng muhim yilisi ekanligini ilgari surdi. Bu yili nayranga taqobil turishning chorasi dal shuning aksicha ruh, ideya ve nazariyani asos qilgan milliylashish ekanligini, shunda qilgandila islom dunyosining yo'qotib qo'ygan shon sharafini qaytadan tiklay oladiganligini o'tirg'i qo'ydi. Bu she'r islom dunyosining birligi nuqtasidan Iqbalning eng ulgilik ve eng vakil xarakterlik she'ri bo'lg'achqa, ta hozirgacha boshlang'ich ve o'tir maktablarda darslik qilib o'qitilmoqda. Hozirmi Pokiston ve Hindistonda qandaqli chaqda ummatning ve islom dunyosining birligidan so'z ochilsa, mushu she'r o'qilmay qolmaydi. Her yili o'nlagan yig'in ve faoliyatlarga bir bo'lsin musulmonlar haramni qo'g'dash uchun Nil sohilidan tortib toki Qashqar tuproqlargacha degan bu misralar bosh tema qilib ishlatiladi. Mana bu vajidan Hindiston, Pokiston, Bengal cümleden bütün Janubiy Osiyoda Qashqarning ve Uyg'urlarning tunilishiga ajoyib cho'ng rol o'ynagan deyalaymiz.
Şoňa hazırkı çağda Şarq Türkistan dese bilmeydigan Pakistanlıklar ve Hindistanlık Müslümanlarmı Qashqar dese derhal biladi ve bu meşhur şehirni esga aldı. Bu şehirni muloyiza qilgandimi Muhammed Iqbalning shu davrdagi Qashqar vaziyatidan haqiqatanmi to'liq xabardor ekanligini osonla ko'rib olg'ili bo'ladi. Bu haqda nurg'un tadqiqotchilarning har xil qarashlari bor. Şehirdeki Nil sahilden tatip Qashqar tuproqlarigacha degan misrada tanlangan so'zlarning simovliq ma'nosi, ishki mohiyati va shu davr sharoiti bilan bo'lgan munosabatini keng doirlik munozara qilgan Pokistonlik ustozlar bilan uchrashgan edim. Ular Iqbal nima uchun Nil sahilden tatip Qashqargacha yoki Qohiradan Qashqargacha deb ishlatmay, so'zliklarni shuncha zo'rlagan holda Nil sahilden tatip Qashqar tuproqlarigacha deb ishlatgan. Buni astoydil muloyiza qilish lozim. Chunki ayni chaqda Misr islom ma'rifining markazi emas, balki Hindiston, Marokash, Tunis, İran qatarlıq nurg'unlagan musulmon davlatlarida bosh ko'tarishga boshlagan yangi davr islomchilik ideologiya iqimining markazi edi. Şoňa şehirdeki Nil daryosi islomchilik ideologiya iqimiga vakillik qilsa, Qashqarning qurg'oq tuproqlari ayni chaqdagi Qashqarning dal ana shu ideologiyalik uyg'unishga tashna ekanligiga vakillik qiladi. Demek bütün İslam dünyası qaytadan İslam ideologiyasi atrofiga uyushib, asliga qaytgan ahvoldalar haramni, ya'ni İslam dinini, shundaqla bütün ümmetning birdakligini qaytadan barpo qilg'ili bo'ldiganligini o'tirg'a qo'ygan deb so'zlab bergan edi. Buningdan boshqa yana Iqbalning she'rlar to'plamida miski xotan degan so'zningmi bir qancha yerda ishlatilganligini ko'rgan edim. Yig'inchoqlab aytganda ayni chaqdagi Sharq Turkiston vaziyati va xalqidan xabar bor hamda islom dunyosining g'amini yeganda bizning g'amimizni yeyishni qat'iy unutmagan bir shoir deyalaymiz. Allama Iqbal bilan Muhammad Amin Bug'ra Hazratimning uchrashishi 1930-yillari bütün Sharq Turkistonda bosh ko'targan ozodlik harakatining rahbarlaridan Xotan fronti bosh qo'mondoni ve 1933-yılı 12 noyabrda kurulgan Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetining qurg'uvchi rahbarlaridan biri, shundaqla diniy olim, shoir, yozuvchi, tarixshunos ve ulug' davlat arbobi Muhammad Amin Bug'ra Hazratim 1958-yılı 27 aprelda Pakistanning Lahor shahrida o'tkazilgan Allama Iqbalni xotirlash yig'iniga maxsus taklif bilan qatnashib, Urdu tilida nutq so'zlagan va Allama Muhammad Iqbal bilan ilib borgan uchrashishlarni mundaq tushuntirib o'tgan edi. Tövende Muhammad Amin Bug'ra Hazratimning shu yig'inda so'zlagan nutqining Uyg'urcha tarjimasini o'z beti diqqatingizga sunamiz. Lahor shahrida o'tkazilgan Allama Iqbalni xotirlash yig'ini. Iqbal bilan bir Turkistonlik ko'chman. 1958-yılı 27 aprel. Hürmetlik raislarim ve muhtaram yig'in qatnashuvchilari, marhum Allama Muhammad Iqbalni xotirlash murosimiga qatnashganligimdan his qilayotgan shodligim cheksizdir. Men urducha ancha yaxshi so'z qila olmasligim mumkin. Shundaqdimi sizlarga yanala urducha nutq so'zlashni loyiq topdim. Chunki Pokistonlik ma'lum bir shoirning "So'ygunimning tili turkcha, ammo men turkcha bilmayman" degan she'rining nishoni bo'lib qilishni xohlayman. Marhum ustoz Allama Iqbalning dunyoga mashhur islom dunyosini isloh qilish nazariyasining naqadar to'g'ri va zarur bo'lgan bir islohot yo'li ekanligi butun dunyo musulmonlarining nazarida kun sari texmi ro'shanlashmoqda. Chunki uning butun umri bo'yicha ilgari surib kelgan haqiqiy islom nazariyasi, millat nazariyasi, vatan nazariyasi, moddiy va ma'naviy turmush nazariyasi, garchi ba'zi kishilar tarafidan amillashtirish qiyin nazariyalar deb qaralsa-mu, ammo mening qarashimcha musulmonlar Iqbalning hayotga bo'lgan qarashlarini o'zlashtirmay turib va ijtimoiy hayotini uningga ko'ra radga solmay turib, bugungi davrdagi bo'hronlardan qutulishning yo'lini topolmaydi. Bu yillik islom dunyosi sayohatim jarayonidagi ko'zdan kechirganlarimga asosan Iqbalning fikrini o'zlashtirayotganlarning soni intayin tez oshmoqda deyalayman.
Eng kuchlik ümidim shuki, bu oliy nazarga hamon bir kuni amillashidi hamda shu orqali Allama Iqbolning islom tarixiga abadiylashgan katta boyliq ekanligi o'tirg'a chiqadi. Men bu yerda Allama Iqbol bilan ko'rishgan chog'imda hosil bo'lgan xususiy qarashlarim va bizning ozodlik ko'rishimizning eng zulmatlik davrida Allama Iqbolning yo'limizga qandoq nurliq chiroqlarni yoqqanligini sizlarga qisqacha so'zlab o'tmoqchiman. Sharqi Turkistonda 1933 yildan 1934 yilgacha davomlashgan ozodlik urushimiz qonxo'r Rossiyaning aralashvilishi tufaylidan o'z izida to'xtab qoldi va milliy qismlarimiz tarqalib ketdi. Shuning bilan men Hindistondan panohlik tiladim. Bu jarayonda Lahorga kelib, marhum Allama Muhammad Iqbol bilan ko'rishdim. Hicretim jarayonida Himalaya tağlarından ötüp ötüp yazgan bir Arapça şiirimni Ustoz Iqbolga taqdim qildim. Ey Himalaya, tur o'rningdan yordam qil bizga. Beshimizga balo ilib kelgan zamonga qarshi. Chunki sen bizning onamizsan. Mangugacha shundoqsan. Biz sening avlodlaring, ey qahramonlarning onasi. degan bu she'rimni o'qib ustoz Iqbol intayin ta'sirlandi. Menga intayin kuyimchanlik bilan tasallilarni berdi. Ozodlik ko'rishimizda cho'qim g'alaba qilganligimizdan xo'sh xabarlarni berdi. Nutq jarayonida Iqbolning boshqa nurg'un esil nasihatlarini o'z ichiga olgan she'rlarini yig'in ishtirokchilari bilan birlikda xotirlab o'tish to'limi yaxshi bo'lg'idek deb o'yladim. Ve merhum Allama Iqbolning o'xshash bo'lmagan asarlariga chechilgan bizga munosabatlik she'r durdanlaridan ba'zilarini o'qib o'tdim. Allama Muhammad Iqbol menga nasihat va tavsiyalarni qilgandan keyin Payama Mashriq nomli mashhur asardan bir tom hadiya qildi. Men kitobni ilib darhol ochdim. Tunji bo'lib ko'zimga chiliqqan she'r Hicaz Tövgüçinin Naqshisi namlı qasidesida o'rin olgan mono she'ri edi. Vataningning yirik qumlari sening putunga go'ya Yasemindur ey xotin. Kiyiklaringga o'xshash larzon yo'lingni davom qil. Texmo tez qadam tashla, manzilimiz to'limu yaqin. Kitobni tunji varaqlashimda ko'zimga chiliqqan bu she'r menda kutilmagan bir hayajon yaratdi. She'rda men tug'ilib o'sgan Xotan shahrining ismi xitob qilinmoqda edi. Vatanini suyadigan kishiga nisbatan vatanning yirik qumlarining xuddi yumshoq Yasemin guliga o'xshash tasvirlanishi bilan oxiri ishqa oshadigan nishonning yaqinligi haqidagi xush xabar mujassamlashib ketgan edi. Bu she'rni o'qib qandoq cho'nqur hayajonga cho'mganligimni sizlarmi tasavvur qila olasizlar? Biroq hozir shuni afsuslangan holda qistirib o'tayki, bu uchrashishdan bir qancha kun keyin men Hindistonni tashlab ketishga majbur bo'ldim. Shuningdan keyin marhum Allama Iqbolni qayta ziyorat qilish fursatiga erisha olmadim. Bu yerda Iqbolning mustamlika ostida qolgan Turkiy xalqlariga munosabatlik oliy qarashlarni ifodalagan bir qancha she'rni o'qib o'tmoqchiman. Ustoz Allama Muhammad Iqbol Türklikning tushi nomli she'rda Turkiy xalqlarining bu holga tushib qolganligining sabablarini va mubtalo bo'lgan ichinishli holatdan qutulishning yo'lini mundaq tasvirlab berdi. Turklikning tushi nurg'unlagan jaynamozlik va salliliklar qaroqchilik qilyotdi. Nurg'unlagan xristian avlodlari oshko'zlik qilyotdi. Natijada din va millatning kiyimlari parcha-parcha shirtilyotdi. Vatan va davlatning to'ni parcha-parcha titilib ketyotdi. Turklik naqshisi o'qilyotdi. Mening qo'limda faqat musulmonlikla qoldi. Bu nurmu ustiga tushgan axlat chavalar orasida o'chib qolmasa bo'ladi. Samarqand va Buxoro zemini qo'rshovda qolmoqda. Turklik naqshisi o'qilyotdi. Atrofimga qancha uzoqlargacha boqsammi, yana xatar halqisi. Tuyuqsiz Samarqand zemini yeriladi.
ve Timurning maziridan bir nur o'rlab chiqadi. Bu nurning oppoq jilvisiga shafaq rangi aralashgan bir sado o'rlaydi. Men Timurning ruhiman. Gerçi Türk mertleri qo'rshovda qolgan bir avlod bo'lsa-mu, Allah'ның xohishini hergiz qo'rshib olg'ili bo'lmaydi. Acaba Türklikning hayotlik sharoiti shuncha ig'ir kunga qoldimi ki, asr Türkler azod Türklerning himoyasidan mahrum qolsin. Ey islom bayroqdori Türklik, o'zingni qaytadan ratga sol. Dunyoga yangi bir inqilob ulgisini ko'rsat. Allama Muhammad Iqbal yana bir she'rda Turkiston turklarining hozirgi ichinishlik oqibatining asosliq sababini tushunolmayotganligini va bu qahramon turk avlodlarining bundoq holga tushib qolganligidan qattiq taajjublanayotganligini ifodalab mundoq deydi. Hech kishi Allohning taqdirining mantiqisini tushunib yetolmaydi. Ve halenki Temur Türklerining Osmanlı Türkleridan hech qanday kamchiligi yo'q edi. Yani bir she'rda Türkiston Türklerini cho'qim Temurning mirosi bo'lgan jasorat, ozodlik va qahramonlikqa o'xshash barliq qimmatli javharlarni izlashga chaqiriq qiladi. Hamda bu qimmatlik parlaq tarixiy mirosni unutadigan bo'lsa, insoniy shon sharafidan va butun hayotlik imkoniyatlaridan mahrum qolganligini qattiq eskartidi. Timurning qimmatlik miroslarini ko'chaga otgan bir millat ne namrat, ne sultan bo'lib yashashga layoqatlik bo'la olmaydi. Hurmatli afandilar, Allama Muhammad Iqbalning islom dunyosiga miros qoldirgan qimmatlik hikmat xazinalarini qimmatiga yarasha mahkam bag'riga besish uchun bu yerga to'planganlarning tirishchanligi va jasoratini ko'rib, men bu jasorat oldim. Bu munosabat bilan hammanglarga samimiy tabriklarimni sunaman. Hammanglarga cho'nqur hurmat bilan salom aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hürmetli radyo anlıqçılar, vaqt münasibeti bilen bu haftalık muloyizalar sayfimizning anlatışı müşahede ahırlaştı. Kiler qatımlıq anlatışımızda Allama Muhammad Iqbalning Sharq Turkiston haqidagi ko'z qarashlari, nasihat va tavsiyalari, shundaqla e'lon qilgan bayonotlarga maxsus o'rin ajratib qolmasdan, Muhammad Iqbaldan keyingi Pokiston rahbarlarining Sharq Turkistonliklarga tutgan ijobiy va salbiy pozitsiyalari, Sharq Turkistonning ulug'vor rahbarlaridan rahmatlik İsa Yusuf Aliptikin bilan Pokistonning doisi Muhammad Ali Jinnah, davlat raisi general Ayub Xon, bosh ministr Muhammad Ali Bug'ra qatorliqlarning uchrashishi, general Ziyaul Haqning Sharq Turkistonliklarga bo'lgan muhabbati va keyingi Pokiston siyosiy yo'llarining xiyonati qatorliq temalarda anlatishimizni davomlashtiramiz.